Ma'lumki, ona zaminimiz tuprog'i turli foydali qazilmalarga boy. Ularni qazib olish jarayonlariga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish bugunning talabi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Tog' sanoati va geologiya vazirligi, Koreya xalqaro hamkorlik agentligi o'rtasida O'zbekistonda foydali qazilmalar va xavfli geologik jarayonlar uchun integratsiyalashgan boshqaruv tizimini yaratish mavzusidagi grant loyihani amalga oshirish doirasida ochiq muloqot tashkil etildi. Hozir shu haqida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 12-apreldagi 2015-2030 yillarda ofatlar xavfini kamaytirish bo'yicha Senday xalqli dasturini O'zbekiston Respublikasida amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq raqamli geologiya tizimini yaratish doirasida elektron geologik ma'lumotlar bazasini shakllantirish va zamonaviy dasturiy ta'minotlarda foydalanishni ta'minlash, sohadagi axborotlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish, uning ochiqligi va shaffofligini kengaytirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston va Janubiy Koreya davlatlari hamkorligida yurtimizda foydali qazilmalar va xavfli geologik jarayonlar uchun integratsiyalashgan boshqaruv tizimini yaratish mavzusidagi grant loyihasiga start berildi. Tog' sanoati va geologiya vazirligi tomonidan raqamlashtirish sohasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shular qatori mana geologik xavfli jarayonlar bo'yicha zamonaviy asbob-uskunalardan foydalangan holda ularni monitoring qilish tizimi yaratilmoqda. Albatta buni Koreyaning yetakchi kompaniyalari bo'lgan Koyka, Komir, Gigam kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha ikki yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda xavfli geologik jarayonlarni monitoring qilish tizimi zamonaviy masofadan o'lchash asbob-uskunalari bilan jihozlanadi. Tahliliy axborot tizimi yaratiladi. Angren Tog' sanoati hududi misolida mazkur tizimni joriy etish orqali geologik jarayonlar haqida aniq va o'z vaqtida ma'lumot olish imkoniyati yaratiladi. Ikkinchi o'rinda Davlat geologiya fondidagi elektron nusxasi yaratilgan hisobotlar to'liq raqamlashtirilib, xaritalar raqamli GIS formatiga o'tkaziladi. 저희가 지금까지는 역량 강화라든지 Hozirgacha geologiya vazirligi bilan bo'lgan bevosita hamkorligimiz asosan soha mutaxassislarining malakasini oshirish, xalqaro konferensiyalarni birgalikda tashkil etish kabi faoliyatlarga qaratilgan. Ushbu hamkorlik inson resurslari va kapitalni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ayni shu asosda, ya'ni soft komponentlar orqali biz hozirgi kunda amalga oshirilayotgan loyiha ustida ishlashga muvaffaq bo'ldik. Geologiya vazirligi bilan hamkorlikdagi loyihadan asosiy maqsad geologik xavflarni oldindan aniqlash, ularni monitoring qilish va mineral resurslari bo'yicha yagona axborot bazasini shakllantirishdan iborat. Natijada bu sohaning to'liq raqamlashtirilishiga munosib hissa qo'shadi. Bu orqali O'zbekistonda geologiya sohasidagi samaradorlikni yanada oshirish rejalashtirilgan.